boshlang'ich o'quv sartaroshi bo'laman. Yuridik o'quv binoyimizda ko'pdan tashqari kichkina bo'lgan kundalik tutamiz. Yoshimizda necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar 30 40 yoshlarimiz bor. O'zimizni tarbiyalash uchun kichkina bo'lgan kundalik tutamiz va o'sha kundaligimizga qarab 2 yillik o'qishimizni o'qiymiz. Bizni uni 1 yil 3 oy yoki 6 oy yoki 1 yil vaqt o'tgandan keyin ora-orada bir marta tekshirib qo'yamiz. Bahoyimizni, balimizni necha ballgacha ko'tarilyapti yoki necha ballgacha tushib ketyapti, hammasini ko'rib kuzatib boramiz. Va qonun qoidalarni buzmasdan o'qishimiz uchun ham yana kelajakda yaxshi hayot qurishimiz uchun ham yoshimizga qaramasdan kundalikni ham qo'shib olish esimizdan chiqmasin. Qolgan yengilliklari yana hamma sinovlarimiz tugab to'xtab tugab borayotgandan keyin qolgan sinovlarimizni xalaqit bermagan paytda qolganlarini ham e'lon qilib o'rgatamiz. Hozircha o'sha aytgan formamizga kundalik daftarini ham qo'shib olamiz. Yoshimizga qaramasdan joy adreslarini shu 4 oy 5 oylarda e'lon qilib boramiz.